Masalan, yolg'on gapirmasdan yashash iloji bormi yo'qmi desa, hozir iloji yo'q deydi odamlar. Hozir iloji yo'q deydi. Yo'q akalar, iymondan chiqib qolasiz bunday desiz. Agar siz rostgo'y bo'lishlik mumkin emas hozirgi zamonda degan e'tiqodda turgan bo'lsangiz, Alloh va payg'ambari buyurgan rostgo'y bo'lish mumkin emas deyotgan bo'lasiz. Bu odamni iymondan chiqib ketishlik xavfi bor. Hozirgi kunda rost gapirib savdo qilib bo'lmaydi. Astag'firulloh deb birodar. Men qilolmayapman-da. Qiyin bo'lib ketdi-da. Rostgo'y bo'lolmayapman-da. Lekin rostgo'y bo'lish mumkin emas dema. Agar banda savobli, xayrli ishlarni qilishda sodiq bo'lsa niyatida, sidq dildan yaxshi ishni qilaman deb niyat qiladigan bo'lsa, Alloh uni xayrli amallarga hidoyat qilishda o'zini zimmasiga olgan. Sen sidq dildan savob ish qilaman, xayrli ish qilaman degan niyatda sodiq bo'l. Agar sodiq bo'lsang, Alloh aytayapti, men o'zim seni muvaffaq